Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun joyga tayyorlab yasovdik. Shularni izohlab sizlarga taqdim qilib qo'yaylik dedik. Ancha bo'pti video qo'ymaganimizga. Mana chekkadan kelgan bo'lsak, mana chekkadagi katayimiz uzunligi 1.20, eni 80, bo'yi 60 sm. Bitta ena kurk tovuq bolasi bilan boqish uchun qilingan yoki 3 ta jo'ja tovuq bitta xo'rozga moslangan. Buni hamma funksiyasi bor. Oldi karmoshkasi, yonida tuxum olgan joyi, yashilchalarigacha qilingan. Mana matn ochiladi, xudo xolasa. Mana ochiladi ham. Yashigacha qo'yilgan, xonalari qo'yilgan. Kichkina deshagina, dekorativ to'g'laga ham juda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Bunimiz o'sha narxi 400 ming so'm. Endi mana unisi 1.70 ga, yoni 70, bo'yi 1 metr bo'lgan. Bu ham xuddi o'sha funksiyali. Narxi 700 ming so'm. Jo'ja katayimiz 1 metrga, eni 50, bo'yi 40, narxi 200 ming so'm. Bu katayimiz 1.5 metr uzunligi, eni 70, bo'yi 1 metr. 400 ming so'm. 450 ming so'm. Bundan yana bitta bor o'shandan. Hali 1.20 ga 80 nima deganimiz. Endi uyda xo'roz katay bor. Xo'roz katay, uni ham hozir izohlab beramiz. Hozir tog'asi bir oy video qilib qo'ying. Bitta video qilganimda hammasini berib. Jo'ja sezon boshlandi. Endi qiziqqanlar bemalol jo'jani inkubasiyadan olib chiqib, to nima qilguncha foydalanmoqsa bo'ladi. Shuna jo'ja katay bizning olish odamlar 2 oy boqish olyapti. Mana xo'roz katayimiz har doimgidek o'sha poli faner bo'ldi, atroflarda bo'ldi. Ko'rkam chiroqlar chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilasizlar. Mana pollari, atroflari, qoriga charamini bosdik. Yemi dishi. Razmeri 1.15 ga, yoni 80, bo'yi 85 ta xonasi. Bunimiz ham 700 ming so'm kami bor. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on quloq Shabboda 108 93 506 06 31 telefon raqamimiz. Telegramimiz ham shunda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.